Kanadada turuşluq Uyghur faoliyatçı Ruqiya Turdush xonim Sharqi Turkiston madaniyat va uchur markazining yangi bir navbatlik raisligiga saylandi. 1996 yili Myoxinda qurilgan Sharqi Turkiston madaniyat va uchur markazining sobiq raisi Abdujilil Qarqash apandining boshchiligida Amerika, Avstraliya, Turkiya qatorliq davlatlardagi peshqadamlarning nomzod ko'rsatishi bilan Ruqiya Turdush xonim raisga saylandi. Şunun bilan birga mazkur jamiyatning Germaniya, Gollandiya va Belgiyadagi vakillari saylab chiqildi. Germaniyadagi Abdusalom Abdurasul, Gollandiyadan Aziz Uyg'ur va Belgiyadan Abdulaziz Uyg'ur vakil bo'lib saylandi. Vazifa o'tkazib berish marosimida so'z qilgan Abdujilil Qarqash apandi Sharqi Turkiston uchur markazining 25 yillik xizmatlarini bir qo'r eslab chiqdi. U mazkur jamiyatning 40 dan ortiq doklad, 5000 dan ortiq film ishlab ommaviy taratqularda e'lon qilganligini aytdi. Shundaqla Uchqun gazeti, Tomchiya qatorliq jurnallarni nashr qilib, yuzlarcha son nashr qilganligini, Uyg'ur televiziyasini ta'sis qilib, turli programmalarni ishlaganligini bildirdi. U yana bu markazning bundan keyingi xizmatlarga va Ruqiya Turdush xonimning yangi vazifasining o'ngishli bo'lishiga tilakdoshlik bildirdi. Angliya parlamentida Angliya hukumatini Uyg'urlarga birdek siyosiy panohlik berishga chaqirish to'g'risidagi bir taklif loyihasi o'tirg'i qo'yilib, parlament a'zolarining imzo qo'yishiga sunilgan. Ma'lum bo'lishicha, 14 oktyabr sunilgan taklif loyihasiga 2 kun ichida 8 parlament a'zosi imzo qo'ygan. Taklif loyihasida Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatini ko'zda tutib, hukumatning Shvetsiya hukumatidek ba'zi Yevropa hukumatlaridan ulgu elishi, Xitoy davlatining ziyonkashligidan qochib Angliyaga kelgan Uyg'urlarga birdek avtomatik siyosiy panohlik berishi talab qilingan. Mazkur taklif loyihasiga hozirga qadar konservativlar, liberal demokratlar, ishchilar, ittifoqchilar, demokratik birlikchilar qatorliq o'xshamagan siyosiy partiya guruhlardan 8 parlament a'zosining imzo qo'yganligi ma'lum. Kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, uningga oldimizdagi kunlarda texnik ko'p parlament a'zolari imzo qo'yishi faraz qilinmoqda ekan. Turkiyaning sobiq bosh ministri va Kelajak partiyasining raisi Ahmet Davutoğlu hukumatning Sharqi Turkistonga ega bo'lish mas'uliyati borligini ta'kidlab, Turkiya Buyuk Milliy Majlisi darhol alohida yig'iniga chaqirish kerak dedi. Davutoğlu Xitoyning Sharqi Turkistondagi zulm va assimilyatsiyaga qarshi jamoat fikri hosil qilish maqsadida o'tkazilgan yig'inda so'z qilib mundaq dedi. Turkiya Buyuk Milliy Majlisi darhol Sharqi Turkiston uchun alohida yig'in chaqirishi, har qaysi taraflarning imzolashi bilan birlashma xitobnoma qabul qilishi kerak. Sharqi Turkistonda yuz bergan ishlar Yevropa parlamenti tomonidan ayblanib, birlashma bayonot e'lon qilingan. Amerika parlamentida ayblanib, Amerika-Xitoy birlashma komitet yig'inida o'tirg'i qo'yilgan ekan. Turk so'zini va divoniy lug'atlik turkda ishlatilgan turk so'zini o'zining nomi qilgan Turkiya Buyuk Milliy Majlisining birinchi vazifasi Uyg'ur qarindoshlarimizni qo'g'dash va darhol birlashma xitobnoma e'lon qilish bo'lishi lozim. Yig'inga yana Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Dr. Erkin Akram va Xitoy tadqiqot institutining boshlig'i Dr. Farhod Qurbon boshchiligida Turkiyadagi Sharqi Turkiston tashkilotlarining vakillari bilan Turk dunyosi ommaviy tashkilotlarining vakillari qatnashdi. Valkotsi gazetining xabar qilishicha, Xitoy doiralari nurg'un yo'llar orqali Amerika hukumat amaldorlarini Xitoydagi Amerika fuqarolari to'g'risida ko'p qatam ogohlantirgan. Xitoy Washingtonga yo'llagan uchurda Xitoy o'quvchi va tadqiqotchilarining Amerika sudidagi sudning cho'qim oxirlashi kerakligini, bo'lmasa Xitoydagi Amerika fuqarolarining qonunga xiloflik qilganligi uchun qo'lga ilinishi mumkinligini o'tirg'i qo'ygan. Xabarda Washingtondagi Xitoy bosh elchixonasidan bu vaqtdagi savollarga javob bermaganligi ta'kidlangan. Amerika Adliya Ministerligi 7-oyda ilmiy organlarda tadqiqot elib berish uchun viza iltimos qilgan 3 Xitoy fuqarosining Xitoy armiyasi bilan bo'lgan aloqasini yoshirganligi uchun qo'lga ilinganligini e'lon qilgan edi. Eron Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qurol embargosining bekor qilinganligini jakarlagandan keyin Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo yozma bayonot e'lon qildi. Pompeo 19 sentabr e'lon qilgan uchurda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Eronga qaratgan qurol-yarog' embargosini o'z ichiga olgan barliq jazolarni qaytadan yo'lga qo'yganligini bayon qildi.
Eronga bir qism an'anaviy qurollarni eksport qilish yoki bu davlatdan qurol setib olish Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qaroriga xiloflik qilganlik bo'ladiganligini bayon qilgan Pompeo mundaq dedi. Amerika davlat ichidagi barliq kuchlarni ishiltib, Eronni odatdagi qurol bilan ta'minlash, setish yoki yurtkashga to'kpa qo'shadigan shaxs va tashkilotlarga jazo yurgizishga tayyor. Onundan boshqa biz bu qurollarga munosabatlik texnikalik tarbiyalash, iqtisodiy yordam va mulozimat yoki har xil yordamlar bilan ta'minlaydigan kishilar va organlarga jazo yurgizishga tayyormiz. O'rta Sharqda tinchlik va muqimlik izlayotgan va terrorlikqa qarshi turishni qo'llaydigan davlatlar Eron bilan bo'lgan barliq qurol-yarog' tijoratidan saqlanishi kerak.